Rahmat aka, ko'rinmaysiz, nima qilib yursiz? Ha, biz ham yuribmiz Qirg'izistondan. Bangla bitdi. Yoshlarni mana banglalar otyapti. Yaxshisiz. Maydaga tanishlar yo'qmi oladigan? Qani aka, surishtirib ko'raman. Sotib berishni aytaman, bo'ldi. Foyda yaxshi qolyapsiz ham. Turib qo'ymayman. Bo'ldi aka, qani harakat. Pirotexnika vositalaridan foydalanish qamoqqacha sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185 moddasiga ko'ra, pirotexnika buyumlaridan qonunga xilof ravishda foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha. Ushbu buyumlarni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, xuddi shuningdek ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha. Pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda o'tkazish yoki O'zbekiston hududiga olib kirish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdori jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur harakatlarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takroran sodir etilgan taqdirda Jinoyat kodeksining 250 moddasiga ko'ra 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish mumkin. Ushbu harakatlar ko'p miqdorda bir guruh shaxslar tomonidan takroran mansab va mavqeini suiiste'mol qilish yo'li bilan sodir etilgan taqdirda, shuningdek badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lgan taqdirda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish mumkin. Pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, xuddi shuningdek ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasiga olib kirish yoki O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish, o'tkazish juda ko'p miqdorda uyushgan guruh tomonidan odam o'lishiga sabab bo'lgan taqdirda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish mumkin. Xuddi shu harakatlar odamlar o'limiga, shuningdek boshqacha og'ir oqibatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan taqdirda 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qish mavsumida, shuningdek Yangi yil bayrami arafasida pirotexnika vositalaridan foydalanish ko'payadi. Yuqoridagi oqibatlar kelib chiqmasligi uchun farzandingizni pirotexnika vositalaridan foydalanishga yo'l qo'ymang. Shuningdek, o'zingiz ham foydalanmang.